Akalar assalomu alaykum. Sankt-Peterburgda biz hozir bugun 5-mart bachalar kelib tushdi. Sankt-Peterburg, ya'ni Dushanbedan Kazanga, Kazandan Sankt-Peterburgga bilet to'g'rilab bergandik. Akalarimiz kelib tushdi. Ya'ni vaziyat qanday? Misol hozir Dushanbedan tojikistonliklar uchun juda qiyin bo'ldi Rossiyaga kirish. Hozir juda ham qiyin bo'lyapti. Misol Moskvadan ham, Jkovskadan ham kirish qiyin. Peterdan hozir soat 14:38. Dushanbedan Peterga oralarda prami uchganlar hali ko'pi chiqqan yo'q. Lekin Cheres, Kazan uchgan akalarimiz mana kelib oldimizda turibdi. Vaziyatni bilishlaringizni xohlaymiz. Shu tobi sizlar biletlaringizga kuymangizlar. Kelayotgan o'zlaringiz keyin zapret, ya'ni vyezd olib qolmangizlar. O'shaning uchun mana vaziyatni hozir bilamiz. Sizlar Dushanbedan Kazanga, Kazandan Peterga bilet oling. Bilet azbek. Vaziyat qanday? Vaziyat cho't. Ya'ni siz qanday tavsiya qilasizmi shu nimadan kelishdi? Tavsiya qilamiz. Biz qiynalganimiz yo'q vaqti. Savol javob qanday? Savol javob. Turman shu yerda oldin qayerda ishlab ketgansan deydi. Ha. Keyin nima ishga boryapsan deydi. Shuni so'ray, tamom, boshqa narsa emas. Qiyinchilik va yo'q. Iloji bo'lsa shu yoqdan keling. Cheres Kazan. Kazan kelingizlar. 5000 4000 qimmat bo'lsa ham. Zotda kirib qolasiz. Qiynalganimiz yo'q vaqti. Yaxshi jetki. Yo'q, biz akamiz qanday vaziyat qanday Kazanda? Vaziyat damlamani yaxshi. Cheres Kazan keyin yaxshi. Kazan yaxshi. Cheres Kazan yaxshi. Bo'ldi. Qarang aka, qarang siz mana akalar, agar kimlar bu yoq kameraga uncha sal uyorar ekan, agar kimlar yangi Zagram pasport olsa, bir marta O'zbekistonga kirib nima qilish kerak? Kirchiqda qilish kerak. Bir kirchiqni qilib, keyin ko'paytirish kerak. pechat ko'paytirish kerak. Hatto bitta. O'shani men o'zim shu Peterga qaytib ketib Kazanga bilet olganman. ha, yangi Zagram pasport bilan kelib qaytib ketdingiz. Yo'q, eski Zagram bilan keldim-da, yangi Zagram topib ol dedi, yangi Zagram olib, Ha. keyin Kazanga ochdim men. O'zbekistonga bir kirib keyin. Yo'q, kirmay turib, Qirmida men chiqqanman men hozir yangi Zagramning uchun. Ha. Agar eski Zagram pechatlari bo'lsa, qarorchi 10 ming 15 mingta chiqib ketadi. Yana qarang, hozir sal tushunarsiz bo'ldi. Agar kimdir yangi Zagram pasport olsa, O'zbekistonga bir o'tib ketdi. O'zbekistonga bir o'tib kelib, keyin Rossiyaga bilet olish tavsiya qilasiz, shundaymi? Akalar tushunganda bo'llaringiz, misol men tushundim hozir aniq. Agar sizlar yangi Zagram pasport olsalaringiz, sizlar O'zbekistonga bir o'tib, keyin Rossiya taraflama bilet olsalaringiz yaxshi. Chunki nima uchun savol javob qilmaydi, shundaymi? Yangi Zagram pasporti juda qattiq tekshirar ekan, o'shaning uchun. Akalar ehtiyot bo'lasizlar. Bilet olayotganda aviakassachilardan so'rangizlar, vaziyatni bilingizlar. Moskvalarda, misol Peterlarda shunday so'ramay ham qaytarib yuboryapti. Vizlaringizni yopib tashlamasin. O'shaning uchun aeroportlar borki, shunday o'tasizlar. Hech qanaqa savol javobsiz. Mana bular shunday o'tib kelyapti. Akalar assalomu alaykum. Sankt-Peterburg Kirmiz yo'nalishi akalarimiz o'tkazib yana o'tyapti, kelyapti. Ular bor edi. Biz o'shalarni o'tkazyapmiz, yordam beryapmiz, bermayapmiz. Mana shuni buni akalarimiz o'zlari fakt bilan aytadi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Biron gaplaringiz bo'lsa aytingizlar. Biz yordam beryapmiz, bezdakilikka yordam bermayapmiz. To'g'risini, chunki odamlar mana oshnamiz, birga ishlaganmiz, bezdakilik depozitlandi. Mana Xudoga shukr, mana sog' salomat mana o'tdi registratsiyadan. Mana shu Eldor aviakompaniya nimasidan bilet oldi. Mana eson-omon o'tdi. Mana Xudo xolasa uyga ketamiz. hammasi joyida. Eldorga katta rahmat. Mana hammalaringga tavsiya qilaman. Vallahi Bo'pti, hammalaring sog' bo'ling. sizlarga oq yo'l. Akalar ketishda proverka juda ham qattiq. Agar ushlasa shtraf qiladi, vizlaringiz yopishi mumkin, ya'ni qaytib kelmoqchi bo'lsalaringiz. O'shaning uchun bizdakilik bo'lsalaringiz ehtiyot bo'lib o'tingizlar. Lekin sek registratsiyada proverka qilmaydi. Biz Eldor aviakassasi o'zimiz odamlarimizni o'zimiz o'tkazib qo'yamiz bizdakiliklarda. Mana Termizga, keyin Sankt-Peterburgdan Dushanbega bor, ularni o'tkazamiz. Mana Sankt-Peterburg Termizga yana odamlarimiz bor edi, ular mana o'zlarining so'zlarini aytmoqchi. Shuning biz aviakassa ishonchli emas, yordam beryapti, bermayapti shunga. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, zo'rmisizlar? Hop, aviakassa xudoga shukr hech qachon allamaydi. Shu yoqda men 2018 dan beri kelaman, mana shu insonlardan olib kelib uchib ketyapman. Tojikistonga bo'lsa ham, boshqa qilsa ham rahmat shunchaki
nimaki bo'lsa u shu yerdan olsalar ishonarli ekan. Hamisha u ishonarli o'qigan. Mana oshku o'zi kuzatib, o'zi aeroportdan polni o'tkazib beryapti. Kattakon rahmat sizlarga. Mana aka, mana bu yer siz migratsiya kartangizni topshirasiz, naryoqi zalojdan, tamam. Hozir sheriklar nomerini beraman, bila ketasiz. Yana toshlarni bachalar ham bor, televizorga o'chyapti.